Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videoda so'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinayotgan Gukber Yildirim va Cemre Arda haqida gaplashamiz. Yaqinda ikki mashhur aktyor bir xil taqdirlash marosimida ishtirok etdi. Tadbir davomida olingan suratlar internetda tez tarqalib, muxlislar orasida katta qiziqish uyg'otdi. Ayniqsa, ularning birga tushgan suratlari ko'plab izohlar va muhokamalarga sabab bo'ldi. Gukber Yildirim ham Cemre Arda ham so'nggi paytlarda muvaffaqiyatli loyihalari bilan e'tibor markazida bo'lib turibdi. Shu sababli ularning bir tadbirda uchrashishi muxlislar tomonidan alohida qiziqish bilan kuzatildi. Ko'pchilik bunday uchrashuv oddiy marosimda ko'ra ko'proq ma'noga ega bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Ayrim muxlislar ularning kelajakdagi yangi serial yoki loyiha birlashtirish mumkinligi haqida fikr bildirishmoqda. Biroq hozircha bu borada hech qanday rasmiy ma'lumot yo'q. Qizil yo'lakdagi samimiy muomala va tabiiy kayfiyat ham ijobiy tarmoq foydalanuvchilariga e'tiborni chetda qoldirmadi. Ko'pchilik ularning birgalikdagi energiyasini yuqori baholab, suratlariga iliq fikrlar qoldirmoqda. Hozircha tasdiqlangan yagona ma'lumot ular bir xil tadbirda qatnashgani va birga suratga tushganidir. Qolgan barcha taxminlar muxlislarning shaxsiy fikrlari bo'lib, rasmiy tasdig'ga ega emas. Sizningcha Gukber Yildirim va Cemre Arda kelajakda bir loyihada birga rol ijro etishadimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Xayr.